Uyimizni narxi 43 ming. 4 xona, 3 xonali, chiroyli, 2 yil oldin qurilgan xomg'ishda remontlari ideal, shunga kirib yashab tursa bo'ladigan holatda. Gazi, suvi, svet bor. Farg'ona shahar Yormazorda, Yormazor masjidda oldidagi ko'chada ekan. Pastki raqamli aytilmoqsiz, baraka qilamiz. Zeleniy zonasi, огороди bor. Uyimizni bir qator bitta olgan odam stoyachka yoki asfalt burchatga bosib yuborsa bo'laveradi. Mayitlar, betonlar quyilgan. Perilalar o'rnatib, ancha-muncha fasadini to'g'rilab so'ladi. Narxi 43 ming. Kvartirani ham hozir narxini ko'ryapsizlar. Kirishimizga uydan to'g'rida bitta katta mehmonxonamiz bor, zalimiz. Zalni juda ham katta qilingan ekan. Xolasiz 2 ga bo'lib olsa bo'ladi. Lekin bitta qolsa ham juda ham katta bittaga. Chiqishimizga bag'i oshxona, naryoqda ovqat tayyorlansa, bu yerda o'tirib ovqatlanadigan joyimiz, bitta xonamiz bor ekan. Buni ichida bitta sanuzellari ham bor ekan, hamma yo'g'i. Akfaron qilingan, ponni taxtapol. Menimcha natijali bo'lsa kerak patalon, bag'lari aboy bo'lgan. Holati yaxshi. Oshxonasi mana tayyor. Hisobda ham yo'g'i bor ekan. Gaz, suv svetidan muammo yo'q. Sanuzellarni ko'ryapsizlar. Sanuzel ham holati yaxshi. Uyda orqa tomonida molxona, mayda juda bor ekan. Uni ko'rishlaring mumkin. Yemakda bitta mehmonxonamiz bor yoki spalniy qilsa ham bo'ladi. Uyda fayzi bor, so'rtayli uy ekan. Mana bitta mevali daraxti bor. Xullas, suvi bor, gazi bor, sveti bor joydan so'raganlarga Farg'ona shahar Yormazor masjidida jo'natib qo'yilsa, sizlarga 43 ming kami bor, telefon qilaverasizlar.